Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men har bir mushriklarning orasida istiqomat qilayotgan musulmondan bezorman" dedilar. Pokman dedilar. Hadisning davomida nima qilishsin deganda payg'ambarimiz la taro'a narahuma deganlar. Hatto bir-birlarini o'tlarini ham ko'rishmasin. U degan bir-birining chirog'ini ham ko'rmasin. Uyda yoqqan o'ti, uyda yoqqan svetini bir-birini hatto ko'rishmasin. U degan yaqin yashashmasin bir-biriga degan. Bundan kelib chiqadigan zararlar borligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Forsda muqim bo'lib yashayotgan musulmonlarga maktub yozib shunday degan: Dunyoni zeb-u ziynatiga berilib ketishdan va ahli shirklarning shakliga kirib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar. Kiyimlaridan da berdi. Ahli shirklarni shakliga kirib ketishdan, ularning kiyim-kechalariga aralashib ketishidan ehtiyot bo'linglar. Musulmon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bekorga qaytarmaganlar shu kofirlarning ichida yashagan odamlardan men bariyman deb. Olovi bir-birini ko'rmasin dedilar. Yoqqan olovi, masalan, kechqurun ovqat pishiraman deb olov yoqsangiz qancha kilometrdan ko'rinadi olov? Bir-birini olov ko'rmasin deganlar. Ya'ni agar shu darajada bo'lsa, sizning farzandingiz uni farzandi bilan birga o'ynab katta bo'lmaydi. Maktabda o'ynab katta bo'lsa, u yoshligidan o'sha tilda gapirsa, o'sha mahallada o'sib katta bo'lsa, mentalitet o'sha bilan shakllanadi. Uni farzandlari endi tamomiyla o'sha yerda bolasi bo'ladi qoladi. Misrdan borgan muhojirlarning Italiyadagi hozir nevaralari masihiylashib ketgan deydi. Bu o'z-o'zidan bu xuddiki tuz suvni ichiga eriganda erib ketayotgan narsa bu. Kelajagini o'ylagan odam, farzandlarini o'ylagan odam mana shu narsaga jiddiyroq e'tibor berish kerak. Farzandingiz musulmonlar ichida yashasin. Musulmon farzandlari bilan birga o'qisin, o'shalar bilan do'st bo'lsin, o'shalar bilan o'ynab katta bo'lsin. Uni mentaliteti, uni dunyo qarashi, uni saqofasi islomiy bo'lib katta bo'lishini siz ta'minlang. Ota-onani eng katta e'tibor bergan narsasi muhit. Biz farzand tarbiyasi darslarimizda bu narsalarni to'liq aytgan edik. Alloh yordam bersin inshaalloh. Umidingizni uzmang. Allohdan hech qachon umidingizni uzmang. Alloh qodir zot. O'zi masalan qancha Yevropa, Fransiyadagi odamlar islomga kiryapti-yu, butun kofiristonda yashagan odamlar bu farzandlar, musulmon farzandlari Alloh hidoyatlab yana o'zi qalblarini isloh qilishi hech gap emas inshaalloh, Allohga oson. Shuning uchun siz tushuntirishda davom eting. Allohu a'lam. Menga Yevropada yashayotgan guruh odamlarni o'zaro mulohazalarining gapi kelib tushdi. Taxminan ancha gap o'tda bir guruh qilib gaplashdi. Gaplashganda Yevropada yurgan birodarlarim jonli muloqotda eshitishyapti, ular buni tasdiqlaydi. Juda ko'pchilik avlodlardan xavotir. Siz hozir o'g'lingizni ateist bo'lib ketishingizdan qo'rqasizmi? Deyarli qo'rqmaysiz. Chunki yo'q, bunaqa muhit yo'q. O'g'lingiz LGBTga qo'shilib ketishligidan katta xavotir yo'q. Nimaga? Qonunan taqiqlangan bizda va siz maktabga olib borib nazorat qila olasiz. Qulog'ini tagiga bitta urib o'tkazib qo'ya olasiz, o'g'lingizni. Bu diyorlarda-chi, bu diyorlarda aslida kufr garchi siz diningizga qo'yib bergan taqdirda ham indamasdan soqolingizni qo'yasizmi, masjidga borasizmi indamay qo'yib bergan taqdirda ham, lekin muhit o'zini domiga tortaveradi. Muhit o'zini domiga tortaveradiki, siz bo'lmasangiz sizga ular kuch sarflab yotmaydi, bu narsani ochiq ham aytadi. Farzandingizga anchagina kuch singdiradi, lekin nevarangiz qoladigan bo'lsa, xotirjamlik bilan aytadi, nevaring bizniki bo'ladi deydi. Ishonch bilan aytadi bu narsani. Chunki bular ya'ni u narsani tajribada ko'rgan, u narsani ustida ularda institutlar ishlaydi. Qanday qilib bolalar bilan ishlab qolib bolalarni og'dirishlik uchun. Ya'ni bular hech bo'lmaganda u bola nomiga musulmon bo'lib qolishligi mumkin. Unda din g'ami yo'q. Musulmon ham o'sha Yevropacha bo'lgan musulmon yoki Amerikacha bo'lgan musulmon bo'lib qolish mumkin. Ya'ni islomda nomi bor, ibodati boshqa narsalari xohlasa qiladigan, xohlasa qilmaydigan darajada shunaqa holatda qolishligi mumkin. Ko'rganmiz mana Amerikada eng ayanchli, eng bizani g'amga botiradigan ko'rinishlardan biri taqvodor oilani Amerikaga kelib, uni birinchi, ikkinchi avlodlari uje taqvo yo'lda tursin, dindan ham voz kechib, dindan ham uzoq bo'lib ketib, balkim juda ham jirkanch bir o'sha Amerika tizimiga, jamiyatiga ildiz otib ketganligini ko'p ko'ramiz. Masalan deylik,
uzoqqa bormaylik, mana masjidlarimizni ko'rkam qilib qurgan, o'zini vaqtida o'sha eng kelganda puli bor masjidlar qurishga yordam bergan, madrasalar ochishga yordam bergan, musulmonlarning rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan odamlarni taniyman, ko'pchiligini. 95-98% 10 ta odamdan 9 tasi farzandlari oilasini ko'radigan bo'lsak, umuman islomiy diniy bir belgi yo'q desa ham bo'ladi. Xuddi shuningdek o'zbeklarimizni qaraydigan bo'lsak, bundan 10 yil, 15 yil oldin o'sha biza kabi kelib, u yoki bu ko'rinishda qochqin bo'lib kelib, student bo'lib kelib yoki boshqa yo'llar bilan kelib Amerikada qolgan odamlarni, o'zbekistonlik odamlarni agar ko'rsak, kamida 10-15%, to'g'ri, hozircha kam bu miqdor. Lekin bu yillar davomida ko'payib boraveradi. 10-15% o'zbekcha otlarni ham o'zgartirib, Amerika otlarini qo'yib olib, masalan deylik, uyda kuchuk boqib, farzandlarini, ya'ni oilasini umuman amerikalikga o'zini o'xshatishlik uchun Christmaslarni hammasini nishonlab, Thanksgivinglarni nishonlab, ya'ni hamma narsasini ido 100% full package deydi-yu, hamma opsiyalar bilan qilib yurgan juda ham ko'p o'zbeklarni men shaxsan taniyman. O'sha qanaqa Amerikaga kelganligidan boshlab kuzataman va bular bizaga dars bo'ladi. Ya'ni bizaga namuna, bizaga qanday bo'lmaslik kerakligi haqida ogohlantirish, ogohlantirish sifatida qabul qilaman. Lekin hurriyat, din erkinligi, demokratik, hamma huquq beriladi degan osmon upar yaxshi gaplar bilan Yevropaga olib ketib, shu Anjom voqeasida qochganlar farzandlarining ichida xristian bo'lib ketganlar bor. Dinidan qaytib xristian bo'lib ketgan, murtad bo'lib ketganlar bor. Endi uning ichida, ya'ni nafaqat inson, hayvon ham jirkanadigan LGBT toifasini vakillari bo'lib ketganlar bor. Ayollardan ham, erkaklardan ham. Shu o'zbek farzandlari, o'zbek zurriyotlari. yoki ularni mana o'sha so'ygan jonliqlari bo'lsa yemaslik kerak. Bunaqa mintaqada odamning e'tiqodi, axloqi asosan yemishidan buziladi. Shu yemishdan, masalan, masjid oldida go'sht sotib ursa, bu musulmon sotyapti degani emas. Odamlar mana shunaqa deb o'rganib qoladi-da o'shanaqa joylarga. Buni tashqaridan borgan bir odam ko'rsa tushunadi, tanbeh bersa bo'ladi o'shanda. Lekin o'sha yerda yashayotgan odam o'rganib qoladi. Go'yoki masjid oldida sotsa bir narsani hamma narsa halol deb o'ylaydi. Aslida bir inson amal qila olishligini, luqmasiga bog'liqligini o'tgan darsda biz aytdik. Mo'min surasining tafsirida aytdik. Amali solih qilinglar deyishdan avval nima degan? Ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat va amalu solihah degan. Ey payg'ambarlar, halol rizqdan yeb solih amal qilinglar. Bu degani, hatto payg'ambar bo'lsa ham solih amal qila olish uchun halol yeyish kerak degani. Mana shuning uchun bog'lanib kelyapti bu ikkita narsa bir-biriga. Luqmadan ketadi odam. Qalb qorayib ketishi, shundan keyin odam e'tiqodi buzilib ketishligi, ilm istamay qo'yish ham hammasi mana shu luqmaga borib taqaladi. Yevropada urush buyoqda tursin, voy deb baqirsangiz, 9 bir-biriga telefon qiladi. Ketdi, o'g'lingiz uxlatadi davlat. Sen nima o'g'lingga qattiq gapiryapsan deydi. Shundan xavotir Yevropada yashayotgan musulmon birodarlarimiz. Shular aytayaptiki, oilani saqlashi iloji yo'q birodarlar. Nima qilish kerak? O'zbekistonga qaytish kerak. Qaytish ham iloji yo'q. Nimaga? Hamma joyimizni egallab olganmiz. Ish joyimiz shu yerda, maktab shu yerda, bog'cha shu yerda. Bolalar ketgisi kelmaydi. Nimaga? Bolalar shu muhitga o'rganib olgan. Bu yoqqa kelsa yuragi siqiladi. O'shalar aytayapti. Biz oilani qanday saqlab qolamiz? Illo Muqim Mahmud akaning singari taktika qilsakkina saqlab qolamiz. Bizi dinimiz shunga buyuradi. Nima qilaylik? Bizni o'zimizning xohishimiz yo'q, biz qulmiz. Robbimiz shu narsani bizdan talab qildi. Demak, biz buni ado etamiz, bajaramiz. Nafsimiz xohlamasa ham. Nafsga o'rin yo'q islomda. Islom o'zi ikkita narsa. As-sam'u va ta'a, eshitishlik va itoat qilishlik. Ya'ni kishi dinga kirgandan keyin ikkita narsa talab qilinadi. Shariatdan, dindan eshitasan va itoat qilasan. Mana shu narsa bo'lmasa, islom kishida dinini asli mohiyati yo'q bo'ladi. Biz Qur'on va hadisdan va undan olingan istinbot qilib olingan hukmlardan, olimlardan, mujtahidlardan, mazhab ulamolardan nima narsa berilsa eshitamiz, itoat qilamiz. Urfimizga, nafsimizga, kayfiyatimizga, zamonimizga, siyosatimizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Biz dinimizga eshitamiz, itoat qilamiz. Gohida shunday joylarda istiqomat qilib yashab,
yashab turib gohlar bilmagan holida g'ayri dinlarning hayotini, turmush tarzini maqtaydi. Bizda unday, ularda manaqada deb turib solishtirganda ularga bir juda bir o'zgacha bir madaniyatni, o'zgacha bir ilm, ma'rifatni, chiroyli hayotni nisbat beradi. Aslida esa unday emas. Aslida unday emas. G'ayri dinlarning yurtida ichkilik oddiy narsa. Fahsh, zino oddiy narsa, arzon bahoda. O'zlarini diniga da'vat qilishlik bor. Ota-onaga, qariyalarga qaramay qo'yishlik bor. Va u bilan shu bilan birga tashlandiq bolalar ko'p. Tug'ib tashqi yuborilgan bolalar ko'p. Ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat, taraqqiyot belgisi deb biladi. Yarim yalang'och yurishlik, erkak xotinni aralashib yurishligi, behayo bir kinolarni, musiqalarni eshitishlik, ularning nazarida shu narsa taraqqiyot, madaniyat deb qaraladi. Bunaqa odamlarning hayotiga qarasak, g'ami faqat tashqi ko'rinishi. Kiyimi, jihozi, uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchiligi bilan band bo'lib qolgan. Bunaqa fikrda yashayotgan odam. Bu diyorlardagi bo'lgan muhit go'yoki inson oqimga qarshi suzishligiga o'xshaydi. Oqimga qarshi. Agar siz oldinga qarab intilmasangiz oqizib ketadi. O'zingizni ushlab turishlikning iloji yo'q. Faqatgina harakat qilsangizgina ushlab turasiz. Agar harakat qilmasangiz, u oqizib o'zini xohlagan yo'nalishiga boradigan joyga olib ketib qoladi. Yevropada Allohni tanigan do'stlarimiz bor. Ya'ni bu inkor qilmaydigan haqiqat, lekin hukm berilganda g'olibga beriladi. Mana shu jihatidan kelib yurib, xossatan farzandlar masalasida, yosh farzandlar masalasida, maktab masalasida, maktabda o'qiyotganlar bo'lsa, shularga musulmon odam nihoyatda ehtiyot bo'lishlik kerak. Chunki maktablarda, xossatan Yevropada, Germaniyada, Angliyada maktab o'qitilayotgan kitoblarda qarasangiz, birinchi bo'lib savol beradigan narsalardan bittasi, sen o'g'il bolalikni xohlaysanmi, qiz bolalikni xohlaysanmi? Lekin Yevropada yashayotgan insonlar nima deyapti bilasizmi? Bular musulmon bo'lmasa ham qo'ni-qo'shnichilik, sadoqat bilan birovni haqqini yemashlikda bular nomuradin deydi. Ma'naviyatda ularni maqtashga hech bir ehtiyojimiz yo'q. Ular haqiqatparvar, ular rostgo'y, ular to'g'ridan to'g'ri muomala qiladi. Bizga yonboshdan muomala qiladi, bizga aldab qo'yadi degan gaplar bor-da. Shuni ortidan borib ularni maqtashlik kelib chiqadi. Bu esa yaxshi emas, yaxshilikka olib kelmaydi. Ularni borib dinida ham, e'tiqodida ham maqtashga olib boradi bu narsa. Bu esa kufr narsa bo'ladi. Alloh saqlasin. Ota-onasi bilan yashashlik ayb ularda. Bilasizlar? 30 ga kirgan otang bilan yashayapsanmi deydi. Onqiring. Qanday yashay? Tashab ketaymi senlarga o'xshab? Yo'q, bularda shunandaqa. Albatta inson farzandi u xohlagandek inson bo'lib yetishi bu oson ish emas. Qiyin ish. Ammo musulmon odam hayotida o'zini farzandini tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'q u uchun. Va ishonaveringlar, imoratingizdan muhim, ko'chadagi odamlar orasidagi hurmatingizdan muhim, karyerangizdan muhim, biznesingizdan muhim agar aqlingiz yetsa. Inson o'sha kufr diyorlarida yashagandan keyin, masalan, bu Yevropa davlatlari kufr diyori bu. Kufr diyori har qancha masalan erkinlik bo'lgan bilan, odamga bir yaxshilik tomonlari bo'lgan bilan, ishlashingizga qulay bo'lgan bilan, birov sizni kelib masalan nimaga soqol qo'yapsan, nimaga niqob o'rayapsan deb ayolingizga gapirmagan bilan, lekin ular odamni o'zi bilmagan holatda ovqatingizga zahar solib qo'yganligini keyin bilasiz. Musulmonlar yurtida bir ustozning gapi bor edi. Karimovning davridagi raza qiyinchilikda zulm juda qattiq. Islomga kurashlik juda qattiq. Lekin muhit atrof musulmonlar bo'lganligi uchun ilm saviyasi pasayishligi mumkin, lekin zurriyot kofir bo'lib ketmaydi degan edi. Ya'ni mana shu jihatlardan kelib yurib Yevropa va kufr yurtlarida yashashlik ommatan aytilganda bu joiz emas, lekin shaxs qatorida
ya'ni o'zini dini diyonatini va ya'ni majburiyatidan kelib yurib yo tirikchilik manbaidan kelib yurib o'zini aqidasini al-vala val baro masalasini yechib olgan odam bo'ladigan bo'lsa, bu odamga ya'ni albatta joiz. Albatta o'zini dinini, iymonini, islomini farzandlarida ham saqlab qolgan oilalar bor. Albatta bular ham ko'p, Allohga hamd bo'lsin. Lekin baribir ularda ham hozirgi farzandlarni saqlab qolishgan bo'lsa, farzandlarni saqlab qolish muammo bo'ladi. Baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, past tuban bir tarafga qarab ketishda davom etishadi. Chunki masalan deylik 100 yil, 150 yil oldin kelgan sheyxlar yoki bir taqvodor, ilmli odamlarni avlodini hozir hech kim ko'rsatib bera olmaydi, xuddi shunaqa avlod ekanligini. G'arbda taxminan mana 8 yildan beri yashayapmiz. Qancha odamlarni ko'rdikki, yurtidan musulmon bo'lib keladi, ibodatlardan chiqqan, ibodatlarga e'tibor boshida masjidlarga qatnagan, namozlarni o'qigan, sekin masjidda ko'rinmay qoladi. Borib ibodatdan uzoqlashib ketadi, hatto jumalarga kelmaydi. Farzandlarni ko'radigan bo'lsanglar, farzandlari ham boshqa o'sha mahalliy xalqdan farq qilmaydigan darajaga borib qoladi. Alloh taolo insonga hidoyat ne'matini berar ekan, u narsani olib qo'yishga ham qodir. Agar banda o'shanga noloyiq bo'ladigan bo'lsa, qandaydir bizni qalbimizdagi bo'lgan yaxshilik sababli Alloh taolo bizni dinga hidoyat qilgan bo'lsa, yana bizdagi qaysi bir yoqmaydigan sifat paydo bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo insondan ana o'sha sababli hidoyatni ko'tarib qo'yishligi, ibodatni olib qo'yishligi ham mumkin ekan. Buni atrofimizga qaraydigan bo'lsak, ko'plab odamlarda ko'rishligimiz mumkin. G'ayri dinlarni yurtida, ana o'sha biz ularni taraqqiyotiga havas qilayotgan yurtlarda savobit yo'q. Savobit nima u? Sen biz musulmonlarda mana bu bo'ldi, o'zgarmas qonun, bu unga amal qilinadi, mana bu o'zgarmas qonun, bu bunga amal qilinmaydi degan tushuncha yo'q. Masalan, zino harom. Bo'ldi, unga yaqinlashmaslik kerak. Ota-onaga oq bo'lmaydi. Uni oq bo'lma. Bunaqa tushunchaning o'zi yo'q, savobitning o'zi yo'q ularda. Endi g'ayri dinlarning yurtida katta bo'lyapti bola, ularning qonunlarida ota bilan ona bolaga bir qattiq tegish haqqi yo'q ekan. Tabiiyki uyga ko'chib borgan musulmon yosh bolasi bu tushunchani o'z-o'zidan bir kunda paydo bo'lib qolmaydi uning zehnida. Yashaydi, maktablarda o'qiydi, universitetlarda o'qishni boshlaydi. Qarasaki, g'ayri dinlarning bolalari juda hur, juda erkin o'syapti. Uni ko'rgan musulmon yoshi buzilishni boshlaydi. Hatto bizga yetib keldi, Daniyadanmi, o'sha diyorlardan bir bola haqida bizga ma'lumot yetib kelgan. Shunday bir tashkilotlar bor ekan, musulmonni bolasini balog'atga yetgan paytda aynan buzish uchun ba'zi bir ayollar yollanar ekan. Qomatli ayollar kelib balog'atga yetib qolgan musulmonni bolasini, "Yur, birga abed qilamiz, tushlik qilamiz. Seni falon kafega olib borib kelaman. Senda ba'zi bir gaplarim bor." deb borib, gaplashib o'tirib turib, qo'lini ushab, ko'hrigiga tekizdirib, shunaqa qilib ko'rganmisan hayotingda, shuni ham his qilib ko'rganmisan deb turib, bolani ataylab buzish tashkilotlari bor ekan. Mana shu mafkurani beradiganlar bor ekan. Ya'ni bunaqa misollar ko'p, lekin umumiy holatda bir narsani aytamanki, istisno holatda ancha taqvoli insonlar, ancha dinni g'amidagi insonlar yo'q emas bor. Buni adolatini aytishligimiz kerak, lekin doim hukm berilganda g'olib beriladi. Misol uchun hukm berilgan o'zbek hunarmand xalq deydi, lekin hamma o'zbek hunarmandmi? Yo'q, unday emas. Shuning uchun hukm berilganda g'olibga beriladi. Yevropada yashayotgan insonlarning g'olibi dinim deb chiqib ketganlari ham eng kami demokratik tuzumni o'zlariga do'st qilishib qo'ygan. Do'st bo'lmasa ham ikkinchisi baroati pokligi yo'q ularda. Tuzumga baroat yo'q. Boyishlik maqsadida borishlik joizmi, joiz emasmi degan narsamizda. Men fatvo berishlik jihatidan loyiq emasman, lekin naql qilaman, doim aytaman, ustozlardan naql qilaman. Mana shu ustozlar shar'iy taraflama kitoblaridagi avvalgi mutaqaddim ustozlar ham va davrimizdagi ahli ilm ustozlar ham modomiki
qora qozoni qaynab turgan inson bo'lsa, boyishlik maqsadida kufr yurtida yashashlikni eng kami yaxshi emas deydi. Bo'lmasa aksarlari harom deydi. Shuning uchun bu jihatidan kelib yurib, ko'pchilikka bu gaplarimiz og'ir botishligi mumkin, lekin bu shariat, bu dinimiz. Kufr yurtidan inson musulmon odam ehtiyot bo'lishlik kerak. Nafaqat Amerika, Yevropa davlatlari bo'ladimi, Britaniya davlatlari bo'ladimi, qayerda agar dinimiz uchun, islomimiz uchun erkinlik bo'ladigan bo'lsa, biz shundan foydalanishimiz, o'zimizning iqtisodiy yoki o'sha hujjatli ishlarimizni hammasini qilib bo'lgandan keyin bu davlatlardan baribir xohlasak ham, xohlamasak ham o'z vatanimizga yoki musulmonlar yashaydigan, musulmonlar ko'p yashaydigan davlatlarga yana qaytib hijrat qilishimiz vallohu alam farz bo'ladi har bitta musulmonga. Chunki xavf ochiq oydin ko'rinib turibdi. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Ertayu kech farzandlarimiz mana kundalik hayotimizda hozircha mayda bosqichlar bilan, tomchilar bilan, masalan deylik, o'sha dinga qarshi bo'lgan yoki dindan uzoq bo'lgan, ya'ni dinda harom bo'lgan bir amallarni yoki dinga, ya'ni tavhidga to'g'ri kelmaydigan, shirkka olib boradigan bir qoida yoki e'tiqodlarga asta-sekin kirib borishadi. Misoli xuddi botqonligiga birinchi oyog'i bilan sho'ng'ib qolgan odamga o'xshaydi. Insonlarning boshiga shunday zamonlar keladi, dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlab turgan kishidek bo'lib qoladi. Qizingizga ayting, sal orqa voratini yopib yursin desa, sen ishing bo'lmasin deydi. Yoshda endi o'ynasin deydi. Kechasi visir harqada yursa, sizga nima o'qilaydi deydi. Ular ishingiz emas. Qarang, munkarni ko'rib turib o'zgartiray desangiz, siz aqli joyida emas degan odamga bo'lib qaralasiz. Shunday zamonlarda yashamayapmizmi? Keyin bunaqa mintaqalarda yashayotgan musulmonlarga yana o'zini lug'ati islomiylikka yaqin bo'lsa, o'z lug'atini saqlab qolish kerak. Rossiyaga borib rus bo'lib ketmaslik kerak. Amerikaga borib Amerikan bo'lib ketmaslik kerak. Avstraliyaga borib Avstraliyan bo'lib ketmang. Chunki bu rus, amerikan, avstral lug'atlaridan, ingliz rus lug'atlaridan o'zbek, qirg'iz, tojik bo'lsangiz, mana shu lug'atingiz islomga yaqin. Qancha kalimalar Qur'on sunnatdan eslatib turadi. Qur'on sunnatni tushunamiz, shularni eslab o'rganishimiz oson bo'ladi. Shuning uchun o'sha yerda ba'zilar farzandlarini mahalliy aholidek imkoniyatlardan foydalana olish uchun ba'zan o'zining lug'atini unuttirib yuboradi-da. Nima kerak o'zining lug'ati deb? Yaxshi ishlarda ishlaydi deb. Bu yomon narsa bu. Bizdek lug'at orqali odamga e'tiqod, xulq, madaniyat kirib ketadi. Shuning uchun o'z lug'atini saqlab qolish kerak odam. Arab bo'lsa endi batariqa a'lo, arab tilini saqlab qolish kerak. Lekin endi bugun achinarlisi nafaqat u yerga borgan arablar, arab diyorini o'zida yashayotganlar o'zining lug'atini saqlab qolmaydi. Arabcha gapirsangiz sizga inglizcha gapiradi o'zicha. Keyin urf-odatlarni saqlab qolish kerak. Bu millatchilik emas dedik. Balki o'sha urf-odatlar islomga yaqinligi uchun bizning o'zbek tilida masalan urf-odatlarda axloq bor. Bu yerlarda bularning urf-odatlarida islomiy axloq, islomiy madaniyat yo'q. Shuning uchun ham odam tarbiyasi buzilib ketadi u yerda. Faqat ko'chadagi ishini o'ylagan, faqat biznesini o'ylagan, faqat ko'chadagi o'zini bir hurmat e'tiborini o'ylab tinmay ko'chada yurgan ota bolalaridan beparvo bo'lishi aniq. Vaqt o'tadi, hayotidagi juda katta xatoga yo'l qo'yganini keyin biladi. Bolasini yo'qotib qo'ydi u. Bolani yo'qotib qo'ydi. Bola bir vodiyda, ota bir vodiyda. Otani g'amlari, fikrlari, tushunchalari bir tomonda, bolaniki umuman boshqa tomonda. Nimaga? Chunki dunyo qarashi shakllanadigan paytda sen bozorda yurgansan, guzarda yurgansan, safarda yurgansan, tarbiyasiga qaramagansan. Agar bolalaringni tarbiyasidan oshsa birodar safarga chiq. Ahli ilmlar jamiki barchalari ilm ahli kofirlarni yurtida istiqomat qilib bo'lmasligiga ittifoq qilishgan. Fatvo berishgan, yo bu joiz emas deyishgan. U havas qilmaslik kerak. Yevropada hayot zo'r deb turib, to'g'ri hayot zo'r bo'lishi mumkin. Hayot yengil bo'lishi mumkin. Amerikada unday, bu yerda bunday. Mayli endi masalan maktab qo'yib turib, orqasidan bizning yurtlar ham shunday bo'lsa qaniydi, shuna qilishimiz kerak desa, buni zarari yo'q. O'sha qulayliklarni bizda ham yaratsak edi deb turib gapirilsa, buni zarari yo'q.
Lekin o'sha yerlarga oshiq bo'lib, intilib, talpinib yashash, yillab u yerlarni green kartlarini yutib olish uchun harakat qilish, kirib olgandan keyin endi bir 5 yilsiz chiqmayman, endi shu yerda yurmasam bo'lmaydi deb oila bola chaqasini ham olib ketib, o'shanday joylarga talpinish, buni orqasida ko'plab bir zararlar bor. Mafsada, buzg'unchiliklar bor. Endi aqli bor odamlar, Amerikaga kelayotgan odamlar shu narsani xavfini bo'yniga olib turib, shu narsaniga jiddiy qaramoqligi kerak bo'ladi. Masalan, deylik, mana trak haydovchilarimiz haftalab yo'lda yurishadi, farzandlarini uyda ona, ya'ni ayoli tarbiya qiladi. Ko'p farzandlar masalan public school degan bir la'nati bir shunaqa bir maktablar bor Amerikada. Public school degani tekin maktab, davlat maktabi. Ya'ni amerikanslarni o'zi, ya'ni o'zini bir oqsuya sanaydigan, o'zini bir yuqori sanaydigan, o'zini mana shu progressiv amerikaliklar deb sanaydigan odamlarni ham aksari public schoollarga bolalarni jo'natmaydi. Demak, oddiy misol mana kecha New Yorkda yuz bergan o'sha 15 yasharli bir birodarimizni o'g'illarini otib ketishganligi, buni ortidan kelib chiqqan savollar ham aynan shu bolalarni o'sha public schoolda o'qiganligini dan bir ko'rsak bo'ladi. Ya'ni public schoolda bullying degan narsa bor. Bolalarni hamma banda bo'lib olib, o'sha banditlar tizimi bo'lib olib, bir-biriga qarshi o'sha razborlar yoki qanaqadir urush janjallar bo'ladi. Qizlarni misol uchun boyfriendi yo'q, ya'ni yigiti yo'q deb turib ustidan kulishlar bo'ladi. Buni ko'p ko'rganmiz. Xulosa o'rnida aytib o'tamanki, Amerika bu vaqtinchalik majburan keladigan joy xolos. Majburan kelganingizdan keyin bu yerdagi ba'zi bir islomiy masalalar ham qiyin bir ko'rinishda amalga oshirish qiyinlashib qoladi. Ya'ni ba'zi bir fiqhiy masalalarda ham bu yerda qiynalib qoladigan o'rinlari bor. Qatta bo'lsa ham inson, o'sha musulmonlar ko'p azonlar eshitiladigan, musulmonlar bemalol ayollari hijobda, niqobda yuradigan, musulmonlar bemalol soqol qo'yib, diniga amal qilib, masjidlarni to'ldirib yuradigan, Ramazonni, Eidni yoki o'sha boshqa bir musulmonlarni bayramlarini, Allohning shiorlarini ulug'laydigan joylarga ko'chishlikni men maslahat berib qolaman. Asarlarda keltiriladi, bir farzand jahannamga kiradigan bo'ldi. Alloh taolo uni jahannamga olib kelinglar deb hukm qildi. Hali farzand dod deb turib oldi. Men kirmayman dedi. Otam kirmaguncha kirmayman dedi. Chunki meni mana shu ahvolga tushishimga otam sabab bo'lgan. Avval otam kirsin, keyin men kiraman dedi. Benamozida namoz o'qi demagan. Gunoh ma'siyat qilgan, qaytarmagan. Yoshligidan ta'lim tarbiya bermagan. Bolasini shunday bo'lishligiga, ablah bo'lishiga kim sabab bo'lgan? Ota sabab bo'lgan. Akalar, bu so'zni-chi eshitib qo'yish oson. Lekin bir fikr qilib ko'ring-da. Yo'qmi bolalaringiz ichida sizni jahannamga tortib qo'yadigani? Agar bo'lsa, Alloh saqlasin, isloh qilsin. Kim buni shunaqa qilib qo'ydi? Agar bolalar ulg'aysa, siz ko'chada yuraversangiz, bolalar uxlaganda ko'chaga chiqib ketasiz sahar. Bolalar uxlaganda kelasiz, bolalarni tanimay ham qolasiz kerak bo'lsa. Dadam kelyaptimi uyga o'zi deb so'raydi enasidan. Katta bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yo'qotib qo'yadi bolasini. Endi domla hozir sezon bo'lib qoldi-da. Hozir bir yig'im terim yo bo'lsam shu kuzgi sezonda olib qolishimiz kerak. Bir ishimiz ko'p, mavsum kelib qoldi. Shu bolalarni deb ko'chada yuribman-u. Birodar, sen boquvchi emassan. Sen o'zing ham boqiluvchisan. Sen boquvchi emassan, sen o'zing ham aslida boqiluvchisan. Shuning uchun farzand tarbiyasiga qattiq e'tibor berishimiz lozim. Va kofirlarning yurtiga safar qilishdagi mumkin bo'lmasligini sabablaridan biri ham mana shu. Kelajakdan ayrilib qolamiz. Fikrlar, mafkuralar buzilishni boshlaydi. Savobitni qabul qilgisi kelmay qoladi. Yo, u bu ishni qilma. Bu ish harom. Harom degan narsaga allergiyasi bor bo'lib qoladi. Mana bu ishni qiling o'g'lim, shu yaxshi desiz, xohlasa qiladi, xohlasa qilmaydi. Lekin harom, qaytarilgan degan tushunchalar yod bo'lib qoladi unga. Xohlaganimni qilaman degan tushunchada katta bo'ladi. Bu borib aynan shu kofirlarning hayoti bo'lib
boshlaydi. Ularni maktablardagi muhitni hammalar bilsalar kerak. Maktabda ularga nima narsani ta'lim berayotganligi, ta'lim tomonidan, e'tiqodiga ta'sir qilishlik tomonidan, u bolani qalbiga ta'sir qilishlik tomonidan juda ko'p tomondan katta ishlar qilinadi. Necha soatlab bolalarni maktab olib turadi. Maktabda taxminan bola, ya'ni yaxshi dam olgan bir faoliyatda bo'lib turgan vaqtini maktabga sarflaydi. Chunki 7 man turgandan keyin maktabga boradi. 5dan keyin charchagan holatda keladi. Ya'ni asosiy bo'lgan vaqtidan ular foydalanadi. Maktabda beriladigan ta'limot o'ziga yarasha, maktabda beriladigan muomala o'qituvchilar tomonidan, chunki men o'zim maktabda ishlaganligim uchun bu narsa haqida anchagina ma'lumotga egaman. O'qituvchilar tomonidan, ya'ni o'qituvchilar kimlar? O'zining sohasini mutaxassislari. Bola bilan qanday muomala qilishligini juda yaxshi biladi. Bolani ko'ngliga kirolashlikka juda usta. Bolani ko'ngliga bemalol kirib, uni o'ziga oshno qilib oladi. Xo'p, mana shunday ular harakat qilayotgan bo'lsa, bolalarimizni taxminan ularni olib qo'yib, ular o'zini kepatasiga bunday aytganimizda kirgizayotgan bo'lsa, u bolalarda nima aybi borki, biz ularni bunday holatga olib kelib turib, o'zini holatga tashlab qo'yadigan bo'lsak, bolalarga shug'ullanmaydigan bo'lsak, mehr ko'rsatmaydigan bo'lsak, demak, bu yerda oilani ushlab turishlik uchun, farzandlarimizni dindorligini ushlab turishlik uchun, ibodatini ushlab turishlik uchun oqimga qarshi turishlik emas, balki oqimga qarshi suzishligimiz kerak bo'ladi. Turishlik bilan suzishlikning farqini bilsanglar kerak. Turishlik deganda inson dunyosiga harakat qiladi, ertamandan kechgacha ishlaydigan bo'lsa ishlayveradi, oilasi o'zini, ya'ni o'zini ishi bilan o'zi ovora bo'laveradi bunday aytganda. Bolasi maktabga borib kelayotgan bo'ladi, ya'ni bola o'zini ishi bilan o'zi ovora, ota-onasi bola bilan, ya'ni ba'zi ko'rib qolish mumkin, dasturxon ustida boshqa paytda birga o'tirib ular bilan shug'ullanmaydi. Bu inson o'sha oqimga tashlab qo'ygan bo'ladi. Bunda albatta oqim juda tez oqadigan oqimki, uni oqizib ketadi. Ikkinchidan, g'ayri dinlarning yurtida nima uchun safar qilishlik mumkin emas? Ularning yurtida safar qilishlik musulmonlarning kelajagiga xatar. To'g'ri, musulmonlarda ko'payish bor, farzand ko'payishligi. Ularda ko'payish oz, lekin ularda kelajakni buzish imkoniyati bor. Bizda esa kelajakni saqlashlik imkoniyati ozroq. Qandaydir musulmon olamida, o'zimizning millatlarida aytadigan bo'lsak, farzandi ko'p bo'ladi, Alloh taolo bergan, mashalloh. Faqat shu farzandlarning tarbiyasiga kelgan paytda ish yo'q uncha. Bo'sh vaqtda farzandlar nima qiladi? Xohlasak, xohlamasak Amerika madaniyatidan bahra oladi. Ko'chaga chiqadi, o'rtoqlarini misol uchun hammasi siz o'zingiz uyda qattiq turgani kabi ularning ota-onalari qattiq turishiga men shaxsan ishonmayman. Buni bir necha marta ko'rganman. 8-sinfgacha qattiq islomiy maktablarga berib turib, 8-sinfdan keyin ozgina qiyinchilikka chidamasdan o'sha public schoolga eng ashaddiy, eng qiyin paytida o'sha public schoolga beradigan odamlarni ham men mantig'ini tushunmayman. Chunki aynan o'sha o'g'il bola, aralash o'qiydigan o'g'il bola o'sha nima deydi, balog'at yoshiga yetgan davrda shuncha asragan gulli chiqib o'sha bo'ronni tepasiga tagiga qo'yib qo'yganga o'xshataman. Ya'ni ko'p o'zbek farzandlarini o'sha pullik maktabga berishga qiynaladi, ba'zida xohlamaydi, ba'zida ekonom qiladi. Lekin O'zbekistonda bemalol uy oladi, uchastka quradi, boshqa qiladi. O'zi yaxshi mashina olib haydashga harakat qiladi, lekin farzandlarini mana bu tarbiyasiga ortiqcha e'tibor bermaydi. Ular yildan yilga shunaqa xuddi o'chayotgan shag'amga o'xshab o'chib boradiki, oxirida bu oddiy, boshida bu tasavvur qilib bo'lmaydigan bir qarash, tasavvur qilib bo'lmaydigan bir ko'rinish oddiy holga aylanib qoladi. Buni biza to'liq o'sha 100% kafolat bilan aytishim mumkin kundalik hayotimizdan ko'rib. Ya'ni bir vaqtlar o'sha siyosiy har xil bir voqealar sababli qochqinlik maqomini olib kelgan vatandoshlarimizni ham aksari o'zidan o'tganini o'zi biladi, ichidagi dardni o'zi biladi. Oilasida, farzandlarida juda ham ko'p qiyinchiliklar, musibatlar, tasavvur qilib bo'lmaydigan ba'zi bir voqealar bo'lganligini ham eshitib turamiz o'zbeklarning orasida yurganimizdan.
mana shu kunlarda ham bo'layotgan voqea. Eshitib qoldim. Aka diniy mavzularni gapiryapti, jon kuydiryapti, oxiratni gapiryapti. Uka bo'lsa, pisand qilmasdan bunday qilib og'izdan chiqayotgan gap ukani yillab Amerikada yurib qo'ygan, qip-qizil kofir gaplari deydi. Musulmonlikdan asar ham qolmagan deydi. Sal qolsa men kofirman devoradi deyapti. Umuman din haqida, musulmonlik haqida gapirsa, badanlar qichishib ketyapti ekan, allergiya bo'layotgan hali bola. Xuddi mana shu tushunchaga g'arb yurtlarida yashash, istiqomat qilish, bolalarni o'sha yerda o'qitishga hadis bo'lish, shu bilan birga diniy tushunchani bermaslik bora-bora shunga olib boradi. Biz bu yerdan musulmonlarda ko'payish ko'p deb yuraveramiz, lekin ko'paytirib olgan bolalarimizni musulmon kofirlarning qo'liga qanday berib qo'yganimizni o'zimiz ham bilmay yuraveramiz. Muomala bilan baroatni ikkalasini farqiga bilib olishligimiz kerak. Qo'shni bo'lsa muomala qilishlik, oldi-sotdi bo'lsa muomala qilishlik islomda joiz. Kofir bilan qo'shni bo'lib yashayveramiz. Zimmi bilan islom yurti bo'ladigan bo'lsa, kofirga yaxshi muomala qilaveramiz, lekin al-vala val baro masalasi qalbda. Uni yaxshi ko'rib qolishlik, unga nisbatan muhabbat qilishlik kishidan dinni qabul qilmay qo'yadi Alloh taolo. Al-vala val baro masalasi bu zarurat. Ya'ni misol uchun aytib beradigan bo'lsam, qay darajaga zaruratini, ya'ni omma xalq tushunishlik uchun. Inson ro'zasida xato qilsa yoki bo'lmasa aytaylik, tahoratida xato qilsa yoki haj, umra ibodatida xato qilsa, bu asos masala emas. Ibodatini to'liq qilishligi yaxshi. Lekin xato qilsa, jannat va do'zax masalasi hal bo'lmaydi. Lekin al-vala val baro masalasi, kofirni yaxshi ko'rishlik, kofirni do'st tutishlik. Bitta odam namozi to'g'ri, ro'zasi to'g'ri, zakoti to'g'ri, haji to'g'ri, lekin kofirni yomon ko'rmasa, kofirni do'st tutadigan bo'lsa, Yahud va Nasorani do'st tutsa, yaxshi ko'rsa, bu odamdan din qabul qilinmaydi. To'g'ri, shunaqa narsalar yo'q emas, bor, lekin bizni jamiyatlarimiz asli kofir emas-da. Asli musulmon jamiyatlar. Mana kommunistlar 70 yil harakat qilgan bo'lsa, dinni yo'qotamiz deb, u yo'qolgandan keyin, qulagandan keyin musulmonlarga din qanchalik suratdaligi tez qaytdi. Musulmonlar qanchalik darajada tez uyg'ondi. Demak, bizni yurtlarimizda asli musulmon bo'lganligi uchun u yerdagi garchi tashqi tomondan bo'lib turadigan holatlar, mana dinga qarshilik boshqa narsalar bo'lib turgan taqdirda ham, lekin o'zimizni diyorimizda inson dinni saqlab qolishligi ancha yengilroq kechadi.